Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Rahmat Verkinjon va bugun ikkilamchi gemostaz patologiyalari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Mavzuga kirishdan oldin koagulyatsion kaskadning tashqi hamda ichki yo'li va ular uchun javobgar laborator tahlillar to'g'risida gaplashamiz. Demak, koagulyatsiyaning tashqi yo'li bilamizki 3-faktordan boshlanadi va 3-faktor 7-faktorni aktivlash orqali 7A faktorga aylantiradi. Bu esa umumiy yo'lga yetib keladi, ya'ni 10-faktorni aktivlashga olib keladi. Tashqi yo'lni biz 3 + 7 teng 10 mnemonikasi bilan eslab qolgan edik. Xuddi shunday endi ichki faktor, ichki yo'l boshlanadi 12-faktordan va birin-ketinlikda 12, 11, 9, 8 aktivlanib keladi va 10-faktorga keladi. Va undan keyin umumiy yo'l 10-faktorga kelib ulanadi. 10-faktor 5-faktor kalsiy va fosfolipid protrombindan, ya'ni 2-faktordan aktiv holatdagi trombinni hosil qilgan edi. Trombin esa o'z navbatida fibrinogendan fibrin hosil qiladi. Ya'ni bu yo'lni qanday eslab qolamiz? 10 deymiz teng. Demak, bu yo'lda ishtirok etadi 5-faktor, 2-faktor hamda 1-faktor. 10 teng 5 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 bu teng 10 ga. Koagulyatsiyaning tashqi yo'li uchun javobgar bu protrombin vaqti. Inglizchada bu PT. Va bu o'z ichiga oladi tashqi yo'l, 7-faktor hamda umumiy mana bu 7-faktordan tashqari bo'lgan umumiy qon faktorlari, ya'ni 10-chi, 5-chi, 2-chi hamda 1-faktor. Shu yo'ldagi qaysidir qon faktorining defitsiti, ya'ni yetishmovchiligi yuzaga kelsa, protrombin vaqti uzayadi. Ya'ni koagulyatsion faktorlar qon ivishida ishtirok etadi. Demak, bu faktorlarning yetishmovchiligi qon ivish vaqtini uzaytiradi. Ya'ni tromb shakllanishi endi nima bo'ladi? Biroz uzoqroq muddatga cho'ziladi. Bu qon ivish vaqti uzaydi degani. Xuddi shunday endi ichki yo'l uchun javobgar bu qisman tromboplastin vaqti yoki inglizchada PTT. Ruschada buni ACTV deymiz va bu yo'l 12, 11, 9, 8 ni oladi hamda umumiy yo'lni, ya'ni 10-chi, 5-chi, 2-chi, 1-faktorlarni o'lchovi hisoblanadi. Shu faktorlardan qaysidir faktor yetishmovchiligi, demak, ACTV vaqtining uzayishiga olib keladi. PT hamda PTT ni mnemonika sifatida eslab qolishimiz mumkin. PT demak play tennis outside, ya'ni tashqarida tennis o'ynash, outside ya'ni tashqarida. Tashqi yo'l extrinsic, pathway ya'ni extrinsic bu tashqi degani. Keyingisi PTT bu play table tennis inside, ya'ni ichkarida stol tennis o'ynamoq. Bu demak ichki yo'lni ko'rsatib beradi ACTV yoki PTT. Koagulyatsion kaskad yetishmovchiliklari, koagulyatsion kaskad omillarining yetishmovchiliklari gemofiliya bilan kechadi va birlamchi gemostaz patologiyasidan farqli o'laroq bunda qon ketishlar xavfliroq tus oladi. Xirurgik amaliyotdan keyin, tish olib tashlanishidan keyin yoki sunnat qilingandan keyin qon ketishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin va bu qon ketishni to'xtatish birmuncha qiyinroq. Ikkala holatda ham birlamchi gemostaz patologiyasi, ya'ni trombotsit patologiyasida ham, koagulyatsion faktorlar defitsitida ham qon ketish yuzaga kelishi mumkin bir-biridan, lekin bular birmuncha farq qiladi. Demak, yuzaki qon ketishlar, ya'ni terida tirnalish natijasida vujudga keladigan qon ketishlar, bular xos trombotsit patologiyasi uchun, koagulyatsion uchun xos emas. Petexiya, ya'ni nuqtali bunday qon ketishlar, bular xos trombotsitopeniya, ya'ni trombotsit patologiyasi uchun, koagulyatsion uchun xos emas. Late rebleeding, ya'ni kechki yana qayta qon ketishlar. Bu qon ketishlar birinchi marta qon ketgandan keyin yana qayta 72 soat, ya'ni 3 kun ichida rivojlanadi. Bunga sabab bo'lishi mumkin trombotsitlar emas, o'sha trombni
yaxshi mustahkam tromb hosil bo'lmaganligi sababli qon ketgan joyda yana qayta qon ketishi mumkin. Bu xos ekan. Demak, koagulyatsion defitsitlar uchun. Gemartroz, ya'ni tizza bo'g'imida qon to'planishi bu koagulyatsion faktorlarining og'ir defitsit holatida sodir bo'lishi mumkin. Trombosit patologiyasida kuzatilmaydi. Shilliq qavatdan qon ketish, epistaksis, ya'ni burundan, menorragiya, bachadondan gastrointestinal qon ketish, genitouretar traktdan qon ketishlar va yengil ko'karishlar, bular xos ham trombosit uchun, ham koagulyatsion faktorlar yetishmovchiligi uchun. Ekimoz hamda purpuray ham ikkalasi uchun ham xos hisoblanar ekan. Demak, koagulyatsion faktorlar defitsiti gemofiliya bilan kechadi dedik. Gemofiliyani A, B hamda C tiplari mavjud ekan. A tipini nomini eslasak, antigemofil globulin A deb nomlanardi. Shu sababli 8-omil defitsiti gemofiliya A yoki klassik gemofiliya deb nomlanadi. 9-omil bu Christmas omili, antigemofil globulin C hisoblanadi, B hisoblanadi. Shu sababli B tipdagi gemofiliya deymiz. 3-si 11-omil defitsiti hisoblanib, gemofiliya C ga to'g'ri keladi. A hamda B tipi X xromosomaga birikkan holatda retsessiv tarzda irsiylanadi va bilamizki, erkaklarda XY, ayollarda XX xromosoma bor. XY bo'lgandan keyin retsessiv X xromosomaga birikkan, bu demak erkaklarda kasallik uchraydi, ayollar esa tashuvchi bo'lishi mumkin. Lekin C tipi autosoma tarzda irsiylanadi va bu ham erkaklarda, ham ayollarda uchrashi mumkin. Va bu yerda mana ko'rib turamiz, gemofiliya A 8-faktor defitsiti, gemofiliya B Christmas 9-faktor defitsiti, 12-faktor defitsiti bu ko'pincha asimptomatik kechadi, ya'ni bemorlarda qon ketishlar sodir bo'lmaydi. Xo'p, Willebrand kasalligi ham keltirib o'tilgan. Von Willebrand omili bu nafaqat birlamchi gemostazda ishtirok etadi, faqatki adgeziyada, balki 8-faktor bilan qonda birikkan holatda uchraydi. Von Willebrand kasalligining og'ir shakllarida qachonki von Willebrand juda miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, 8-faktor von Willebrandsiz qoladi qonda. Va 8-faktorni antikoagulantlar, organizmdagi endogen antikoagulantlar bor edi. Protein C, protein S'lar shular tomonidan parchalanib yuborilishi kuzatiladi. Ya'ni von Willebrand kasalligi o'z navbatida 8-faktorni defitsitiga ham sabab bo'ladi. Va shu sababli von Willebrand kasalligi nafaqat birlamchi gemostaz patologiyasi, balki aralash patologiyaga kiritsak bo'ladi. Xo'p, gemofiliya A, demak, gemofiliya A bilan kasallangan bemorlarning katta qismida qondagi 8-faktor 5% dan kam bo'ladi. Ya'ni 8-faktor 100% dan atigi 5% bo'ladi. Va bularda kichik travmalar natijasida ham katta miqdorda qon yo'qotilish vujudga kelishi mumkin. Xo'p, 8-faktorning gemostazda ta'siri, agar uning foizi 50% dan yuqori bo'lsa, gemostaz jarayoni normal kechadi. 25-50% bo'ladigan holatda kuchli travmadan keyin ko'p qon ketishlar bilan namoyon bo'ladi. 5-25% oralig'ida kichik travmalardan keyin ham ko'p qon yo'qotish, 1-5% holatda kichik travmadan keyin xavfli qon yo'qotishlardan va 1% dan kam o'z-o'zidan to'xtovsiz, to'xtatib bo'lmaydigan qon ketishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin ekan. Endi orttirilgan gemofiliya rivojlanishi mumkin. Gemofiliyani biz aytdik, bu nasliy kasallik deb. Orttirilgan shakli bu qon faktorlarining defitsiti natijasida vujudga keluvchi ikkilamchi gemostaz patologiyasi. Buni gemofiliya deyish sal xatoroq, lekin koagulyatsion faktorlar yetishmovchiligi desak yanada to'g'riroq bo'lar edi.
Bu qachon vujudga keladi? Birinchi navbatda jigar yetishmovchiligi natijasida. Nima uchun? Chunki jigarda ivish omillari sintezi amalga oshadi. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 omillar jigarda sintezlanadi. Xuddi shunday jigarda vitamin K ga bog'liq ravishda sintezlanuvchi qon faktorlari ham mavjud. Aynan 2, 7, 9, 10 omillar vitamin K ga bog'liq ravishda sintezlanadi. Ya'ni vitamin K defitsiti bo'ladigan holatlarda biz buni gaplashib o'tgandik. Oldingi darsimizda vitamin K defitsiti yuzaga keladigan holatlarda demak orttirilgan gemofiliya ham yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi bu autosoma kasalliklar natijasida, ya'ni bunda autoantitanalar hosil bo'lib, bu autoantitanalar demak qon ivish omillariga qarshi rivojlanishi mumkin ekan. Xuddi birlamchi gemostasida trombositlarning retseptorga qarshi rivojlangani kabi, bular esa qon ivish omillariga qarshi rivojlanishi mumkin. Yoki DVS sindromini aytishimiz mumkin, ya'ni disseminatsiyalangan intravaskulyar koagulyatsiya va bu holatda ham ko'p miqdorda trombositlar va qon ivish omillari iste'moli vujudga keladi. DVS sindromni biz boshqacha qilib trombogemorragik sindrom ham degandik. Ya'ni bunda tarqalgan tomir ichi trombozi, barcha qon tomirlarida tromboz jarayoni va shu trombozda sarf bo'lgan trombotsit hamda qon ivish faktorlarining defitsiti yuzaga kelishi natijasida gemorragiyalar yuzaga keladi. Xo'p, gemofiliyani belgilari. Demak, bu ham A ham B turi uchun xos. Oson ko'karishlar, ekimoz, katta hamda chuqur gematomalar. Bular demak intramuskulyar mushak ichida qon to'planishi gematoma kuzatilishi mumkin. Gem artroz, bu degani bo'g'imlarda qon quyilishi, bu og'riq, shish hamda bo'g'imlarning harakatini cheklanishiga sabab bo'ladi. Jarrohlik amaliyotlardan keyin yoki jarohatlardan keyin, tish sug'urishdan keyin yoki sunnatdan keyin yoki boshqa xirurgik operatsiyalardan keyin demak qon to'xtamasligi kuchayishi mumkin. Ichki qon ketishlar oshqozon ichak traktida, siydik ayruv sistemasida, gematuriya, shilliq, boshqa shilliq a'zolar, burundan qon ketishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin va eng xavfli qon ketishlar miya ichida intrakranial qon ketishlar yuzaga kelishi mumkin. Insult yuzaga kelishi mumkin. Bosim oshganda, ya'ni arterial gipertoniya bo'lgan bemorlarda qon ketishlar yuzaga kelishi mumkin. Hop, gemofiliya A. Bu holatda gem artroz, ya'ni tizza bo'g'imida qon to'planib qolishini kuzatishimiz mumkin. O'tkir qon ketish, og'riqli, shish hamda qizarish bilan kechadi. Agar faqatgina bitta bo'g'imda, tizza bo'g'imida bo'ladigan bo'lsak, ikkita tizza bo'g'imni bir-biri bilan solishtiradigan bo'lsak, demak og'riqdan tashqari shish hamda qizarish ham bo'lishi mumkin ekan. Takroriy qon ketishlar tizza bo'g'imida surunkali artrit va buning natijasida bo'g'im deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Gemofiliyada demak qon ketishlar sxemasini yana bir bor ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu cerebral qon ketishlar bo'lishi mumkin va bu hayot uchun xavfli hisoblanadi. Tish olib tashlanganda qon ketishlar, xirurgik operatsiyalardan keyin qon ketishlar, intramuskulyar mana mushak ichida gematoma hamda gem artroz travmalar natijasida vujudga kelishi mumkin. Bu esa tish olib tashlanganda ketayotgan to'xtamaydigan qon ketishlar. Diagnostikasini to'xtalaydigan bo'lsak, trombositlar soni normal bo'ladi. Protrombin vaqti, ya'ni tashqi yo'l normal,
chunki tashqi yo'l 7-faktor hamda umumiy faktorlar ichida 10, 5, 2, 1-faktor bor. Ya'ni 8, 9-faktorlar mavjud emas. ACTV ya'ni ichki yo'lni ko'rsatuvchi faktor uzaygan hisoblanadi, chunki 8 yoki 9-faktor yetishmovchiligi. Keyingisi o'sha 8 va hamda 9-faktorning qonda kamayganligi va genetik testlar o'tkazganimizda shu faktorlar uchun javobgar bo'lgan F8, F9 genlarining mutatsiyasini aniqlashimiz mumkin genetik testlar natijasida. Hop, vitamin K yetishmovchiligi natijasida orttirilgan gemofiliya rivojlanishi mumkin deb aytdik. Vitamin K ga bog'liq ravishda jigarda qon faktorlari 2, 7, 9, 10 sintezlanadi va bundan tashqari antikoagulant protein C hamda protein S ham sintezlanishi mumkin. Yetishmovchiligi qaysi holatlarda vujudga keladi? Birinchi holatda bu chaqaloqlarda, chunki ularda hali mikroflora yaxshi ishlamaganligi uchun vitamin K sintezi amalga oshmaydi. Normal holatda vitamin K sintezi organizmdagi mikroflora tomonidan amalga oshiriladi hamda tashqi muhitdan tushmagan taqdirda ham organizm o'zida endogen sintezlaganligi uchun vitamin K defitsiti kamdan kam holatlarda uchraydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda esa mikroflora hali yaxshi ishlamasligi uchun ularda yuzaga kelishi mumkin va shu sababli endi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ruqxona o'zida vitamin K inyeksiyasi o'tkaziladi. Hop, uzoq davom etuvchi antibiotika terapiya tufayli shu vitamin K sintezlovchi bakteriyalar miqdori kamayishi hisobidan vujudga keladi. Keyingisi malabsorpsiya, yo'q eriydigan vitaminlar va vitamin K ni yetishmovchiligi kuzatiladi. Va mexanik sariqlik, jigar osti sariqligi, bunda o't yo'llarida qanaqadir to'siq bo'lganligi sababli o't suyuqligini 12 barmoqlik ichakka quyilishi buziladi. O't pufagidan 12 barmoqlik ichakka. Bu nima uchun kerak? Bu o't kislotalari hamda o't tuzlari yog'ga eruvchi vitaminlarni so'rilishida, vitamin K ni so'rilishida ahamiyatli. Demak, mexanik sariqlik tufayli vitamin K so'rilishi ham izdan chiqadi. Endi laborator o'zgarishlar trombotsitopeniya bo'lgan holatda, ya'ni birlamchi gemostaz patologiyasi, trombotitlar miqdori pasayadi. Qon ketish vaqti, bleeding time, qon ketish vaqti bu birlamchi gemostaz uchun javobgar bo'lgan laborator ko'rsatkich va bu oshadi. Protrombin vaqti hamda ACTV normal holatda. Von Willebrand kasalligi natijasida trombotitlar soni normal, ya'ni bu trombotitlarni son o'zgarishi emas, balki ulardagi retseptor adgeziya jarayonining buzilishi. Willebrand adgeziya jarayonining buzilishi bilan kechadi. Shu sababli qon ketish vaqti uzayadi, ya'ni tromb hosil bo'lishi kechikkan sababli qon ketish vaqti uzayadi. Protrombin vaqti, ya'ni tashqi yo'l normal, ichki yo'l esa uzayganligini kuzatamiz. Nima uchun ichki yo'l ACT uzaygan? Chunki Willebrand faktori 8-faktorga birikkan holatda bo'ladi. 8 hamda Willebrand 1 ga bo'ladi. Willebrand yetishmasa 8-faktor qondagi protein C, protein S lar tomonidan parchalanadi. Ya'ni bularni bilamiz, 5 hamda aktiv 8-faktorlar nima qilardi? Ingibirlardi protein C. Natijada 8-faktor kamayishi ACTV ning uzayishiga olib keladi. Shu sababli Willebrand kasalligini biz aralash gemostaz patologiyasiga kiritamiz. Ya'ni ham birlamchi, ham ikkilamchi gemostaz buzilishi namoyon bo'ladi. Gemofiliya A turida trombosit soni normal, qon ketish vaqti normal, protrombin vaqti normal, faqatgina ACTV ichki yo'l oshganini kuzatamiz. DVS sindrom natijasida nima sodir bo'ladi? DVS bu nima degandik? Trombogemorragik sindrom. Bunda ko'p miqdorda trombotitlar, qon ivish faktorlari iste'moli vujudga keladi, ikkalasi ham kamayadi. Shu sababli
Trombotsitlar miqdori kamaygan va qon ketish vaqti uzaygan, protrombin vaqti ham, ACTV vaqti ham uzaygan. Ya'ni barcha qon shakli elementlardan tashqari qon faktorlari tashqi yo'l ham, ichki yo'l ham defitsit bo'lib qoladi. Shu sababli ham ACTV ham protrombin vaqti uzayadi. Birlamchi fibrinolis. Fibrinolis natijasida fibrinolis bu qonni suyultirish, ya'ni fibrinni parchalash. Trombotsitlar soni bilan bog'liq emas, shu sababli trombotsitlar soni normal. Qon ketish vaqti uzayadi, chunki qon fibrinolis natijasida tromb eriydi va qon suyuq bo'ladi. Shu sababli qon ketish vaqti uzayadi. Protrombin hamda ACTV vaqti ham protrombin vaqti hamda ACTV vaqti ham uzayar ekan. Aspirin qo'llanganda, aspirin bu MPVS dori vositasi, MPVS deyman, antiagregant dori vositasi. Buni mexanizmi sok birni bloklashdan va tromboksan A2 sintezini kamaytirishdan iborat edi. Buning natijasida qon ketish vaqti uzayishi mumkin, lekin trombotsitlar soniga yoki koagulyatsiya omillariga ta'sir etmaydi. Varfarin yoki geparin kabi dori vositalarimiz bular antikoagulyant hisoblanib, koagulyatsion faktorlarni ingibirlashi, bloklash tufayli qonni suyultiradi. Aspirin sok birni bloklash orqali tromboksan sintezini kamaytirish orqali qonni suyultirgan bo'lsa, geparin yoki varfarin antikoagulyantlarni bloklash orqali. Shu sababli bularda trombotsitlar soni bilan hamda qon ketish vaqti bilan o'zgarish sodir bo'lmaydi, faqatgina koagulyatsiya uchun javobgar protrombin vaqti hamda ACTV uzayishi mumkin ekan. Shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi video darslarda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.